Assalomu alaykum. Mana navbatdagi kuxnyamiz ham bitdi. Xudo xolasa ko'rishingiz mumkin bemalol. Bo'yi 2 metr, uzunligi ham 2 metr. Arzonroq variantimiz bu. Hamyonbop. Kimga временный yoki bo'lmasa kichkina joyim bor meni, shu yerga kuxnya qilishim kerak deganlarga ajoyib variant. Xudo xolasa hamma sharoiti bor. Xudo xolasa buni ham depalardan davulchi bemalol narsalar qo'yishinglar bo'laveradi. Xohlasanglar mana og'ramizdan ochiq polka bo'ladi. Bu yerda ham ochiq polkamiz bor. Bemalol tez olinadigan narsalar qo'yishinglar bo'laveradi. Plus betimizga vishilka ilishimiz mumkin, vishilka qatirib qo'yishimiz mumkin. Taylarimizda polkalarimiz bor mana. Tortmalar bo'ladi. Razmer 1.20 dan 2.40 gacha ketaveradi razmeri. Kelgan xohlasanglar bu tarafgami, u tarafgami, ikki taraf bir xil bo'ladi. Moykaga, to'g'raga ochib berishimiz mumkin. Idish tovoq yo'qgani. Shunaqa variant ham xudo xolasa mana yo'lga qo'yib oldik. Bemalol olib qo'yib ko'rasizlar. Arzonroq variantimiz bu.